Elib qal Güzelnur. Senin muş güzel çırayın demisem, mening arkamda yuguraydigan qizlar samandek jumamasang deb qo'yay. Polo itibdi oppoq qilib. Yo'q apa, men ishamayman. Güzelnur hergiz bundoq qilmaydi apa. Bundoq kunga qog'ichib o'libdi kessam bo'lmamdi. Bu mumkinmi apa? Xo'p bo'ldi. Toza xo'p bo'ldi. Bu qalandaning qizi. Men o paskinini oshni o'ynag'an to'yg'izmaydigan bo'lsam, Odil degan ismimni yutib ketma. Men maktabda o'qimasam mayli jinim oppa. Men nahiyaga berib oshxonada qochib pul topsam bo'ladi oppa. Sen yo'shirun oshni o'ynag'an bo'lsang, men sen ko'zingga ko'z tutib o'ynayman, qarab tur. Mening o uyga intibog'im yo'q jinim oppa. Ayta qanjoq. Sen Merdan degan o oshni yaxshi ko'ramsan yoki menimi? Gap qilalarindi. Doktor, ayolimni qutqizinglar. Qizim qandoq bo'lib bu holga tushib qoldi? Bakli cho'ng'uda qildi. Oshni o'ynadi, oshna. Sana men qilgan tarbiyam, ham yo'qtirgan yomon illatlaringdan men mushkul qoldim. Javobgar yalab elib kirasan. Bu hayvon iflos. 16 qism. Texi yo'shirincha ularni bir necha parcha rasmga tortib ulgurdi. Ey odash, Odil keldi. Sen buguncha qaytqash turgan. Men seni ati izlayman, ha odash. Go'har hayajonlanib shundoq dedi. Ma'qul odash, amsa ati ko'rishaylar. Sana omad tilayman odishim. Genetik qizmo shundoq degenicha ketib qoldi. Merdan asta gullar orasidan beshini chiqarib ularni kuzatdi. Odil 32 kishining hammasini chiqarib kulginicha kelib Go'har bilan qo'l elishib ko'rishdi-da, bir-biriga chaplashib degudak o'ltirib parang'i tushdi. Go'har inchki ballarini to'lg'ab Odilga nos qilib Odilning qo'li olliburun Go'harning mo'risiga otilgan bo'lib, ular bo'sh pichirlashib bir nimlarni deyishgandan keyin Odil likkida o'rnidan turib Go'harga qarab turib uni quchoqladi. Bu dal Odilning Merdan bilan Zöhra tarafga qarab turgan holda edi. Zöhra chaqqonlik bilan ularni yana bir parcha suratga tortib oldi. Merdan bilan Zöhra ishning haqiqiy jarayonini bilgandan keyin avval Güzelnurning uyiga berib, uni ko'rib, ondan sotqa arz qilmoqchi bo'ldi. Merdan Güzelnurning uyiga kirib, uni ko'rishi bilan tang o'pkisi o'rilib, xuddi yer jahonni titragandek bo'ldi. Qattiq chaqmoq chaqqandek hissiyotga keldi. Rahmat og'a, Podamxon amma. Men texi o'lish kun kelgan edim. Bugun bozorda Zöhram bilan uchrashib qilib, bo'lgan ahvoldan xabar topdim. Balkim mendan bakrak ranjigansizlar. Lekin menga ham Güzelnurga ishoninglar. Biz hargiz sizlarga ham boshqalarga yuz kelmaydigan ish qilmadik. Eng muhimi, oshni o'ynamadik. Faqatla uchrashib qolg'ashqa sog'doshlik yuzidan ko'rishib o'tdik. Yana bir mo'ch o'xshmasliklar bor. Zöhra ikimiz bugun bu ishni aniqlab chiqdik. Merdan shundoq deb Zöhraga qarab qo'ydi. Biz Odil degan u hayvonning Güzelnurga to'kma chaplab, uni qarab turib, mushundoq miyib qilib qo'yg'iniga qarab tursak bo'lmaydi. Biz sotqa arz qilaylik tog'a. Merdan bilan Zöhraning gapini anglab, ular bir-biriga qarashib qo'ydi. Ammo siz Güzelnurning doktorxona chiqqim talonlarini, kasallik arxivlarini tayyor qilib turing. Ati dushanba bu ishni atini qoldirmay qilaylik. Haris tog'a, sizmi biz bilan bilib bering. Biz atigan kelamiz. Ular bir haza paranglashgandan keyin ati kelmoqchi bo'lib qaytib ketdi. Atisi deganda ular uchi yetarlik isbotlarni elib, noyalik jamoat xavfsizlik idorasiga berib, bo'lgan ishlarni so'zlab soqchilarni isbot bilan ta'minladi. Soqchilar Güzelnurning kasallik arxivi, yana Zöhraning telefondagi Go'har bilan yana bir qizning ovozliq ham suratlik isbotini ko'rdi. Ham Güzelnurning umrlik miyib bo'lganligini anglab, Rahmon opaga bekla ochiqlab ketdi. Nima chiqish shu vaqtida dilo ma'lum qilmadinglar? Shu vaqtning o'zida dilo ma'lum qilgan bo'lsanglar,
O ablah bu kemgacha sirtda erkin ozod o'ynab yurmagan bo'ladi. Qarab turib, sapsaq bir qizni umrlik miyib qilib qo'ysa, ularning qizing oshni o'ynadi degan gapiga ishinib, bu ishga sal qarsanglar qandoq bo'ladi? Qizinglar oshni o'ynadimi, o'ynamadimi, buni hukumat ayiradi. Bu gapni anglab, Rahmonaxon boshchilar u ablahni qonun bo'yicha jazoga tatmag'iniga bekli pushaymon qildi. Bo'pti. Bu yaxshi bo'lg'ini. Bo'lmasa, tunagin bu ishga fikr muhim isbotni qo'lga tushiramagan bo'ladi. Yili ham kechikmaymiz. Bu diloni anglagan saqchi shundoq dedi. Ham sizlar qaytib turinglar. Biz bugun uni qo'lga olamiz. Sizlarga atigi xabarni beraylik. Ular xo'shilishib uylariga qaytib ketdi. Darvozaning qattiq urilganini anglab, Xonzoda xonim g'o'dirg'inicha turib vaqirdi. "Voy, kim o?" Samonliqning eshigini urgan darvozani. Xuddi pul qo'shib qo'ygandek. "Bes, darvozani oching." Xonzoda xonim darvozani ochib, darvoza oldida turgan 4 nafar saqchini ko'rib, ochchig'ida o'mib ketgan chiroyiga zo'rg'a kulgi yugurtib turib. "Voy, saqchi ukalarim, xafa bo'lmanglar. Men texi qo'shnilarning kepsiz bolalari o'xshaydi deb, shundoq debdim-a." Bo'ldi. Biz noyalik jamoat xavfsizlik idorasidan. Dedi orada bir o'ttir bo'y. Bug'doy o'ng saqchi formasi bo'ybastiki to'limo yarashgan bir saqchi yigit. Kenishkisini ko'stib. Bu Odil Qodirning uyimi? Ha, mushu uy shu. Bir ish bo'lmaganda. Biz Odil Qodirni oila zo'ravonlik qilish, ayolni xo'rlab, meyib qilib qo'yish jinoyati bilan qo'lga olib keldik. Xizmatimizga moslashgan bo'lsangiz. Xonzoda xonim saqchilarning gapini anglab, "Voy, o'g'lim uyda yo'q. U necha kun burun ishkirga tijorat ishi bilan ketgan. Tex qaytib kelmadi." Yolg'on gap qilmang xonim. Biz Odilning uyda ekanligini bilib, o'dil keldik. Saqchilar shundoq deb ho'yri ichiga mangdi. "Voy opa, kimga o? Darvozni yirtib o'tgandek urgan." Odil shundoq deginicha o'zining hujra uyining oldidagi peshayvonga chiqib, saqchilarni ko'rib, sal vuduqib turib ketdi. "Voy, jinim, kim bo'lsa bo'lmamdi? Yuranga kirib ketaylik." Go'har uydan chiqib, hech kimga qaramasdan, shundoq deb Odilning orqasidan quchoqladi-da, saqchilarni ko'rib, cho'chigan holda Odilni qo'yib o'tib, yerga qarab turdi. "Odil Qodir bo'lamsa?" Men shu. Birashinglar bormidi? Biz noyalik jamoat xavfsizligi idorasidan. Seni oila zo'ravonlik qilish, ayolni xo'rlab miyib qilib qo'yish jinoyati bilan qo'lga og'il keldik. Biz bilan mang. U soqchi men uni bekor urmadim. Oshni o'ynaganken urmanda albatta. Agar sizning xotiningiz shunday oshni o'ynagan bo'lsa, siz qarab turamdingiz. Jiq gap qilmay, biz bilan mang. Uni qonun ayiradi. Saqchilar shundoq deb Odilning qo'liga po'lat ko'zni silib, ilib mangdi. "O'g'lim, xotirjam bo'l. U yerda necha kunli yotasan? Dadam qaytib kelsa, necha pul ketishidan qat'iy nazar seni ilib chiqib olamiz, bola. Men sana burunmi deydim-ku, pul hammaga qodir deb. Saqchilarning geli to'shak bola. Sen xotirjam bo'l, ha? Pulning hammaga qodir ekanligini unutib qolma, bola." Xonzoda xonim saqchilarga mansitmaslik nazari bilan qarab qo'yib, shundoq dedi. Saqchilar Odilni ishtirib degidek mashinaga chiqarib, mashinasini ansiz chiqaratganicha yurib ketdi. Orliqda saqchilar har ikkala tarafning qo'lim qo'shinlaridan ahvol egallab, uzun o'tmay sud echildigan kun bekitdi. Bugun chorshanba sud echildigan kun edi. Sud maydoniga boylar, kambag'allar, ishchi xizmatchi kadrlar ham dehqonlar bo'lib, beklichiq odam qatnashgan edi. 40 yoshlar chamisidagi semizgina arsotchi surli qiyofatda qo'lidagi kichik bolqini jo'z ustiga urdi. Tinish. Hozir sotimizni boshlaymiz. Javobgar yolab ilib kirsin. Sotchining shundoq deyishi bilan mahbus kiyimi kiydirilgan, qo'lga po'lat ko'yzi silingan Odilni ikki saqchi yolab ilib kirdi. Sot maydonidagi hamma kishi Odilga g'ozning bo'ynini so'zib qarashdi. Sotda Odil va uning uyidagilari
Güzel Nurni oshni o'ynag'ashqa mushundoq bo'ldi deb o'z gapida chin turibdi. Güzel Nurning oqlig'uvchisi Zöhraning yon telefonidagi isbotni cho'ng ekran orqali sud ahliga oshkorladi. Cho'ng ekranda Guharning do'sti bilan deyishgan ovozli gaplari bir necha parcha surat almashib chiqishga boshladi. Hamma odam timtas o'ltirib Guharning hamma gaplarini anglab chiqdi. Buni anglab Odilning ko'zlari yo'g'nab, nafaslari tezlashib ketdi. Güzel Nurning oqlig'uvchisi Guharning nima uchun shunday qilganligini so'radi. Qani ayting Guhar. Güzel Nur sizga zot nima yomonlik qilgan? U sizga o'xshash ojiz bir qizg'u. Nimishqa uningga o'rgolab, qarab turib uning mangulik miyib qo'yishiga sababchi bo'lasiz. Guhar javob bergicha opisi Pashaxon likkida o'rnidan turib, "Kechiring sotchi. Biz ezibdimiz. Biz bek cho'ng xatolik o'tkazibdimiz. Lekin buning hammasini bizga javobkorning opisi Xonzoda xonim o'rgatgan." Dal mush xonim. Pashaxon shundaqdan begiz qo'lini Xonzoda xonimga shiltidi. Nima? Nimishqamdi? Bu ayol nimishqa sizlarga undaq qilishni o'rgatadi? Dedi hayron bo'lgan oqlig'uvchi advokat. Chunki bu xotinning kelini Güzel Nur bir nomrod gadoyning qizi bo'lib qolgani, Güzel Nurning eng kechirgisiz xatoligi. Uni xo'rlab, o'z oyiqi bilan opisining uyiga ketkizatmoqchi. Ondan ularni ajrashtirib, mening qizimni epbermoqchi bo'ldi. Mening qizim bu yil saq 28 yoshga kirdi. Asli uning baxtli bir oilasi, umoq bolalari bo'lishi kerak edi. Afsus bo'lmadi. Buning hammasiga shu Odil sababchi. U mening qizim oliy maktabdan ta'til qilib qaytib kelganda, men uyda yo'q bo'lib qolganlik sababdan qizimni qo'llab, uyga ilib kirib, uning atirgulning bargisidek ipidan ayirdi. Shundan keyin bichora qizim shu sababli yomon bolalar bilan oralashib qilib, toki mushkamgichilik to'y qilamagan. Keyin Odil degan hayvon qilgan ishiga ega bo'lish u yoqda tursin, qizimga qilgan paskashligini unutib, oydek chiroyi bor Güzel Nur bilan to'y qilib oldi. Bu ishning qizimga qanchalik ig'ir kelganligini bir o'zi, bir men bilaman. Endi Güzel Nurning keyindan yolg'on gap qilganga kelsak, buni menga Xonzoda xonim o'rgatgan. U menga yordam qiling, bu qalandarning qizini o'g'limdan ajratib olsamlar, Guhar bilan ikkisining to'yini qilaman dedi. Menmi bir ona albatta qizimning baxtli bo'lishini o'ylayman-da. Ham qizimning bu baxtsizligiga mushu oiladagilar sababchi tursa, yana Odil degan bir nimami o'tib ketgan qora qursoq. Opsi nima desa shuning ishini hech qachon ishni o'zining aqli bilan hal qilmaydi. Balki opsining gapi bo'yicha qildi. Mana bu Odilning qizimga, xalqning qiziga qilgan askiligining jazosi sotchi. Qizim ikkimiz bu azobni to'p-to'g'ri 10 yil tatdiq. Bundaq ig'ir azobning odamga qanchalik yuk bo'lganligini bilamsiz. Sotchi afandim, bu hayvonga eng ig'ir jazo beringlar. Qizim tatgan azobni umi tatib baqsin. Mendek bir ana 10 yil yig'lagan yig'ini uning opsimi yig'lab baqsin. Lekin bu xotinda undaq yig'lig'idek yurak, vijdon nimish qilsin. Onunda kichikkina vijdon bo'lgan bo'lsa, o'z o'g'li orzulab olgan xotinni buncha rezil suiqasd bilan bu kunga qo'ymaydi. Qisqasi, o'g'ilni hayvondek emas, odamdek tarbiyalagan bo'ladi. Pashaxon yig'lab turib gapini oxirlashtirdi. Pashaxonning gapini olgan sud maydonidagi barcha odamlar hayronu havas bo'lib, og'zini ochib qoldi. Guhar o'zining iffatsiz ham numussizlik ishlarining buncha ko'p odamlarning oldida oshkorlanib ketishini faqatli xohlamaydi. U bir turib opisining yig'lab turib Odilga qo'llarini shiltib turib, shuncha ko'p odamning oldida Odilning abdi bashirini echib, o'zining uzun yillik qissasini ilib baginida qo'shib bo'ldi. Ham bir ish yodiga kelgandek Güzel Nur g'illab qaradi. Güzel Nur xuddi 6 oylik bo'lgan buvoq boladek hammaga qarab hech ifodasiz o'tiradi. Guhar asta Güzel Nurning oldiga berib tizlandi. "Meni kechiring Güzel. Meni kechiring." U shundoq dedi-da,
öksüp yığılğanicha yüzlerini etip yügürgen beti sot meydandan çıkıp ketdi. Paşaxanmı qızdan keyindin əgəşdi. Sot meydanıga yığılğan kişiler g'ul-g'uli qilishga başladı. Tinish. So'timiz yarim soatdan keyin qayta ichiladi. Shuninggacha tinish o'ltirib tursanglar. Baş sotçi hem yordamchi sotchilar yondagi bir uyga O 7. qism. Ola hazal yarım saatdan keyin sotchilar chiqib o'z joyida o'ltirdi. Hamma kishilar shu an tinishlandi. Bosh sotchi so'zini davom qildi. Javobgar Adil Qodir. 31 yosh. Kasbi tijoratchi. Aqsu shahar X nahiyadan. Javobgar Adil Qodirga qizlarni buzib yo'ldan chiqarish, oila zo'ravonlik qilish, o'z ayolining turmushdagi erkinligini cheklash, xo'rlash, sirtki fitna fasodlarga ishinib, ayolni qattiq urib, miyib qilib qo'yganlik jinoyati bilan 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Shundaqla da'vogarning davolanish rasxoti, bir umrlik beqish rasxoti, ro'y to'lami uchun 280 ming yuan to'lamni javobgar Adil Qodirning ota-onasi o'z ustiga ilib, da'vogarning ota-onasiga to'laydi. Sot meydani birdilla çalınıp, xuddi go'shga olashgan chivindek g'ul-g'uli ko'tarilib ketdi. Voya, nimanda az, sapsaq bir qizni urib meyib qilib qo'ysizlar. 280 ming qanchalik puldi? Voy shuni danglar. Bundaq ayol zotiga ishchi og'ritmagan tosh yurak ish plasini asli muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilsa bo'ladi. Voy, shu. Asli ishchida tunguz qatiraydigan opsini boş qo'ymaslik kerak. Asli ayib bolada emas, o'sha onisi ekan. Bolasini yaxshi boshqara olmay pushqig'idan puylab, o'shundoq yovuz cho'ng qilgandan keyin asli bu jazoga opsimi loyiq ekan. Bek to'g'ri gap qildingiz, Juma. Asli bu jazoga shu xotin tortilsa bo'ladi. Tinish. Da'vogarning kuchli talabi bo'yicha o'g'lini yaxshi tarbiyalamagan. O'g'li xotinini rayimsizlarcha ursimi, tomosha ko'rib qarab turgan javobgarning opasi Xonzoda xonimga berilgan 2 yillik qamoq jazosi bekor qilinib, qattiq ogohlantirish berildi. Javobgarning ota-onasi to'lam puli 280 ming yuan pulni bir hafta ichida sotimiz orqali da'vogarning ota-onasiga topshirib bo'lishi kerak. Sotimiz tamom. Baş sotchi surlik holda qo'lidagi bolqini jo'z ustiga urib, sotni oyoqlashtirdi. Adil bo'lsa qilganlarga qattiq pushaymon qilgan holda ko'zlaridan pushaymon yoshlarini to'kib turdi. Apa, sen meni hechdan bo'lmaysa, seni cho'qim qaytarib chiqamiz. Pul hammaga qodir degan to'g'ri, apa. Amdilikda shu hammaga qodir puling mendek bir yolg'iz o'g'lini qutuldirib chiqishga yetmamda. Nimaga qarab tursa? Ular meni 12 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Meni shu pulim bilan tez qutqizib olgan, apa. Adil opasining oldiga kelib, tizlanganicha shundoq qattiq vaqirab, yig'ilganicha shundoq dedi. Jinim bolam, bizni kechirgin. Dadang ikkimizning bormagan yerimiz qolmadi. Seni chiqib ketish uchun shundoq ko'p kuchidik. Lekin hukumat odilkan bolam. Qonun odilkan. Bu ishda bizning shu pulimiz seni qutqizamadi, jinim bolam. Bizni kechirgin. Yo'q, sizlarni hargiz kechirmayman, dada apa. Apa, sen kichigimdan menga yaxshi tarbiya bermay. Dadamni tek oldingda bir eg'iz ortiq gap qilg'izmay. Menga o'zingning qor niyatingni yo'qtirib bo'ldim. Doim pulamiga qodir degan gapni eg'izingdan tushirmaysan. Sen o anima, ayta. Sening menga qilgan tarbiyang, menga yo'qtirgan yomon illatlaringdan men mushkul qoldim. Seni kechirmayman, apa. Dada, sen hech qachon oilamizda bir erdek bo'lib boqmading. Mush xotining nima desa shuni qilding. Asli o'g'il bolaga mas'uliyatchan bir dadaning tarbiyasi bo'lsa, apining tarbiyasi bihojat edi. Lekin sen bir mas'uliyatsiz mas'uliyatsiz dada. Shunga men apamning tarbiyasini mushkul qildim. Endi ketinglar.
Endi ketinglar. Meni hargiz yo'qlab kelmanglar. Men sizlardan nafratlanaman. Bo'ldi. Soqchi apandi. Meni ilib keting. Adil shundoq deb shuncha odamning oldida nomusdan beshini ko'tarolmay qolgan dadisiga, yig'lab helala qilgan grimlari eqib, yig'idan ko'zlari qizargan opisiga qarabmi qo'ymay, ikki soqchining yallab ipmingishi bilan sud maydonidan chiqib, soqchi mashinasi bilan ketib qoldi. Oradan hafta o'tib, suddan buyurilgan to'lam puli Güzannurning ota-onasiga topshirildi. Kashda maktabdan qaytib kelgan Farhod dadisi bilan opisining meskin o'ltirganini ko'rib so'radi. Dada opa, nima bo'ldi sizlarga? Nim meskin o'ltirib ketibsizlar-ku? Hech nima bo'lmadi bolam. Shu bugun suddan chaqirtib ekan. Borgan edik, to'lam pulni berdi. Pulni elib otaning yuziga qandoq qarashimizni bilamedim bolam. Dedi Patamxon jo'z ustiga qo'yib qo'ygan pulni nima qilib. Bo'pti opa dada. Sizlar nemishqa miskin bo'lib qolsizlar? Sizlar bir umr ishlabni topolmaydigan shunchalik pullarni ocham sizlar tepadi emasmi? Xo'shal bo'lishinglar kerak opa. Chunki biz ochamni 2 qatim sotdik. Birinchi qatim go'zalligini, erkligini, muhabbatini sotgan bo'lsak, bugun miyib, majruhligini sotdik. Endi xohlagancha qilsanglar bo'ladi opa. Sizlarmi Odilning opisini farqlanmaysizlar. Sizlar ularning to'qmoq pullarini elib, bechora ochamning qon yosh yig'isini ko'rmasga silib, uning to'yini qilganda shunda xo'shal bo'lgan edinglar opa. Bugun uningdan nechasi jiq pulga erishdinglar. Texim xo'shal bo'linglar. Lekin menga mening ochamni qaytarib beringlar. Mening ochamni. Farhod shundoq deb yig'lig'inicha Güzannurning chaqliq harvisi oldiga tizilib, otasining quchig'iga beshini qo'yib, yo'ngrab yig'lab ketdi. Kunlar shu taraqqida asta ma'nisiz o'tdi. Mardam shu kelguncha maktabga bormay, xomush odamdek yurdi. Go'harmi sud echilgan kuni sud maydonidan yig'lab chiqib ketgandan keyin ishqimi bormay, yotoq uyga bekinib olib, hech kim bilan ko'rishmay, xuddi sarang bo'lib qolgandeklar bir tera bir ustixon bo'lib qoldi. Oradan bir oy o'tgan bir kuni Go'har qo'lga qalam ilib 2 parcha xat yozdi. Uning biri opisi Pashaxonga, yana biri Mardamga yozilgan xat edi. Go'har opisiga yozgan xatni o'zining yotog'ining yostiq ustiga qo'yib, Mardamga yozgan xatni bir konvertning ichiga soldi-da, opisi yo'q fursatdan foydalanib, uydan qattiq chiqib ketdi. Mardamning darvozasi ansiz qiqildi. Mardamning opisi Oy Pasha xonim chiqib, eshik oldida turgan, ko'zlari yig'idan qizirib ishigan, chochlari chuvilgan bu qizni ko'rib, ovoqqinicha uninga tikildi. "Yaxshimisiz, acha? Men Mardamni izlab kelgan edim. Uningga deydigan ozroq gapim bor edi. Shuni devilibli ketaman. Xafa bo'lmay menga Mardamni chaqirib bergan bo'lsangiz," dedi Go'har yig'idan qizargan ko'zlarini Oy Pashaga iltijoliq tikib. Bo'ladi qizim. Men hozirlik chaqirib qo'yay." Oy Pasha shundoq deb kirib ketib, ayol o'tmay Mardan chiqdi. "Yaxshimisiz Mardan? Buni sizga oldab yozgan edim. Cho'qim o'zingiz yolg'iz tinish bir joyda o'qing. Bo'lamdi. Men ketdim. Xo'shamsa, omon bo'ling." Go'har shu gaplarni deb bo'libla ketib qoldi. Mardan qo'lidagi konvertni tutqinicha kayniga qarab, opisining yo'qligini ko'rib, ko'ngli xotirjam bo'ldi-da, konvertni yotoq uyiga akirib, ishkab ustiga tashlab qo'ydi. Kechgacha ushoq ishlar bilan oldirash bo'lib qolgan Mardan yotoq uyiga kiribla uxlab qoldi. Atsi atdigan o'rnidan turgan Mardan aynakka qarash uchun ishkab oldiga keldi. Shu an ko'zi ishkabning ustidagi konvertga tushdi. Mardan konvertni qo'lga elib, asta ochdi. Konvertning og'zidan kichik qatlangan bir parcha xat chiqdi. Yana konvert xili eg'ir turadi. Mardan xatga qiziqib, darhol xatni ochdi. "Salom Mardan. Garchi mening sizlarga salom qilgudek yuzim bo'lmasa-mu, bu salomimni qabul qiling. Sudda hamma gapni angladingiz Mardan. Men 18 yoshda qizil gulning bergisidek
ipitimden ayrılgan. Keyin nurg'un o'yinchi do'stlarimning keyniga kirib, talay xatoliklarni o'tkazgan. Tenim allaqachon nurg'un arlar tarafidan bulg'unib, xuddi axlat to'ngidagi axlatlardan qilchi farqim qolmagan bir nomussiz qizman. Men go'zal nur ishkanlarga talayligan azoblarni ib keldim. Pitni ig'va tarqitib, go'zal nurni bir kunmi oramida qo'ymadim. Chunki men onunğa uyishli qilatdim. Gerçi men talayligan erlar tarafidan bulg'angan qiz bo'lsam-mo, mening pok g'onchamni o'sha ishplas Odil o'sgan. Şoňa Odilni faqat menada elish kerak deb o'ylaydim. Afsus. Odil go'zal nurni ilib oldi. Men go'zal nurning o'sha oydek go'zal chiroyini ko'rib, o'sha chiroyiga ishinib Odilni ozdirdi deb o'ylab, ichimga bir hasad tushdi. Şuning bilan Odilning opasi Xonzoda xonim kushkirtishi bilan go'zal nur ishkinlarga qimmagan askiligim qolmadi. Men go'zal nurning asli Odilga o'z roziligi bilan emas, majburiyatlik bo'lganligini, ishkinlarning mangulik pak muhabbatinglarni savog'dishingiz Zuhradan anglab, men qilganlarimga bekli pushaymon qildim. Mardon, afsus, o'rniga kelmaydi. Şoňa özümning ölümüm orqali sizlardan kechirim so'ramoqchiman. Mening hamma ishlarim xalqqa olamga oshkorlanib ketdi. Şoňa men endi bu mehnat tinimni, nomussiz yuzimni ko'tarib yaşayamayman Mardon. Mendek bir mehnat qiz o'limga loyiq. Konvertda bir bank kartasi bor. Maxfiy nomerini yezib, karta ustiga choplab qo'ydim. Yana mening oltin zibu zinnatlarimning yerimini sep qo'ydim. Bu pullarni go'zal nurni davolatishga ishlatgan bo'lsangiz, mening ko'zim ochiq ketmasin Mardon. Apamg'umi umrimning oxirigacha yetarlik pul, oltin zibu zinnatlarimning yerimini qoldirdim. Şoňa mening mush kichikkina talvimni rad qilmagan bo'lsangiz Mardon. Men ketdim. O dunyoga ketdim. Sizlar mangu omon bo'linglar. Sizlarga mangulik qarz. 18-ci qism. Mardon Konurt bilan xatni qo'shibli karvat ustiga otdi-da, yugurib chiqib ketdi. Mardon daryo bo'yini bo'ylab, so'ning eqish yo'linishi bo'yicha to'xtamay yugurayotdi. Daryoning nohiyaga oz qolgandagi suyi oz. Qumliq yerga kelganda bir muncha kishilarning o'lishib ko'rib, putlari kalvalashib qadimini ostlatdi. Mardon odamlar to'piga yiqilib keldi-da, asta qumga milinib yotgan qora kiyimli jasadning qiyshig'i kelib, o'l qumga asta tizlanib jasadni o'ngdisiga o'rdi. Ko'z oldida Guhar sap seriq sochlari patqoq milangan. Yuzlari birsi urgandek ko'kirib ishigan holda sulayinib yotadi. Oradan minut o'tmay saqchi mashinasi, doktorxonaning qutqizish mashinalari ansiz chaqirishib yetib keldi. Chetga turinglar, chetga, yo'l beringlar. Saqchilar shundoq deb odamlar to'pi orasidan o'tib, jasadga yaqinlashdi. Jon uzibdi. Oradan doktor sandig'ini ko'targan, uchisiga oppoq xalat kiygan o'riqqina bir doktor shundoq deb beshini choyqab, jasadning qishidan 2 qadam kelgandi. Saqchilar o'lishib turgan odamlar ichidan bu qizni taniydiganlarning bor yo'qligini so'rab, o qizning nohiya ichidan ekanligini, hatto uyining qaysi ko'chada ekanligini so'rab bilib olgandan keyin bu qizning jasadini tunji bo'lib ko'rgan 2 kishini birga ilib, jasadni doktorxonaga qutqizish mashinasi bilan uyga ilib mandi. Jasadni ib ketishi bilan o joyga to'plashganlar bir-birlab tarqab ketishdi. Mardon xuddi esini yo'qotgan sarongdek nima qilishini bilmay bir hoza turdi-da, bir ishni esiga olgandek uyga qarab yugurdi. Darvozaning ansiz qiqilishlardan oldirab, tenab, yugurib chiqqan Pashaxon eshik oldidagi soqchilarni ko'rib, Güzel Nurning dilosiga o'zini chetlib qolgan o'xshayman deb o'ylab,
yuragi qepidan chiqib ketayli dedi. Bu Göher Baratning uyimi? Oradan bir saqchi shundoq deb so'radi. Mushu uy shu. Biror ish bo'ldimi, saqchi ukam? O'zingizni bismillah acha. Biz atdigan daryo bo'yida bir jasad payqaganlik xabarini topshirib olib, naq maydonga borgan. Bu jasad dal sizning qizingiz Göher ekan. Biz jasadni ilib keldik acha. Voy, ukam nima deydigansiz? Xato tunib qolmagansizlar? Mening qizim oqshom men bilan xeli uzungacha mo'ngdushib o'ltirib, birkan bo'lgandan keyin uxlayman deb yotoq uyga kirib ketgan. Texi o'rnidan turmadi, dedi Pashaxon texi atdigan bo'g'ashqa. O'zimi yangidan o'rnidan turgan bo'lib, texi qizning hujra uyiga kirib boqmagan edi. Xato emas acha. Yo'q, sizlar cho'qim xato tunib qoldinglar. Men kirib qizimning hujrasiga qarab boqay-ya. O cho'qim uxlayotdi. Pashaxon kirib ketdi, poyal o'tmay tatargan holda yugurib chiqdi-da, saqchilarni so'qib o'tib mashina tarafga yugurdi. Doktor mashinasi ichidagi bemorlar chaqloq lozunkasiga yotqizilgan qizi Göherni ko'rgan Pashaxonning ustiga tog' o'rilib tushgandek bir xil to'yg'ida necha daqiqa qiziga qarab turdi. Tuyuqsiz meydisiga kirgan bir og'riq bilan Pashaxon ko'p qilib piyaga yiqildi. Doktorlar bilan bir necha saqchilar Pashaxonni jiddiy qutqizish mashinasiga silib, doktorxonaga ilib ketdi. Afsus, Pashaxonning yoshirin yurak kesili qo'zg'alib, allaqachon qizi Göher bilan birga ketgan edi. Saqchilar bilan qo'lim qo'shinlar ularni yuyib tarab yerligiga qo'ydi. Saqchilar ularning dafn ishlarini tugutib bo'lib, ularning uyiga qulib silishdan burun xuddi ma'lum bir yip uchiga erishib qolgandek uylarni biroq qur tekshirib chiqdi. Saqchi Asad Göherning hujra uyiga kirib, yostiqi ustiga qo'yilgan bir xatni ko'rib, asta qo'lga ilib o'qib chiqdi. Bu xatdal Göherning o'lib olish oldidagi opisi Pashaxonga yozgan xati edi. Bugun saqchi cho'ng atirtida cho'ng yig'in echilgan bo'lib, Göherning heliqi xatimi o'ttirga qo'yildi. Saqchi cho'ng atirtidan bu xatni tekshirib chiqqandan keyin ayoli go'zallarni meyib qilib qo'yib, jazo o'tayotgan Odil Qodirning og'zaki iqrori bilan saqchilar bu deloningmi javobgar Odil Qodir bilan bevosita munosabatlik ekanligini dalillab, javobgar Odil Qodirning jazo muddatini yana 4 yil uzatdi. Mana bu bir mas'uliyatsiz, hakavur, pul molni haddidan ustun ko'radigan bir oilaning qo'lida tarbiya olgan bolaning taqdiri. Mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, o'xshashli oila tarbiyasi bolaga nisbatan bek muhim ekanligini Xonzoda xonimga o'xshash hammani pul bilan o'lchaydigan onalar. Har qanday ish bo'lsa, uyning to'riga bo'lgan er turib, o'z mas'uliyatini ado qilmasdan, ayolining keyniga o'tib olib, ayolni oldiga chiqarib qo'ydigan. Ayoldan xuddi jin arvohdan qo'rqqandek qo'rqadigan Qodirboyga o'xshash dodlar vayron qilmoqda. Shu Odilning sababidan guldek 2 qiz vayron bo'ldi. Biri o'lib ketdi, biri umrlik meyib bo'ldi. Yana bir onami qiziga chidamay, qizi bilan taqni o'lib ketdi. Demak, Odil 3 odamning beshiga chiqdi. Qani aytinglarchi, bu mas'uliyat, bu xatolik zoti kimda? Bir kunning kashf bo'lmoqi shuncha tas tursa, mana shu nodon onaning qo'lida cho'ng bo'lgan Odilning 16 yilni to'shqizmoq osonmi? Güzelnimi shu namrat turmuşda ezilib, qo'sqig'i topsa puchsig'i yo'q. Qo'saq to'yg'idek tamoqmi yemay turmush kechirgan. Ozg'ina pulni ko'sila, hammani unutadigan qanoat to'yg'isi yo'q bir onaning qo'lida cho'ng bo'lgan. Yana shu onaning majburlashi bilan mana bugungidek mangulik meyib bo'ldi. Güzelnurni har qanday yaxshi doktorxonaga olib borgan bo'lsa-mu, natijasi o'xshashli chiqadigan bo'lib, mo'jiza orqali asliga kelib qolmasa, amal yo'q bo'lib chiqdi. Patamxon o'zining pul uchun, ma'shat uchun odamni xato tanlab, guldek bir qizini
qo'y terisiga o'rnib olgan bo'rlat uvisiga o'z qo'li bilan itirib, amdili 20 yoshga kirgan qizil guldek qizni xuddi 1 yoshlik bolaga o'xshash jahondan bexabar bo'lgan palach ahvolga tushirib qo'ydi. Kunda qon yig'lab, mushu necha oy ichida 10 yosh qiyirib ketgandek bo'lib ketdi. Mardanmi xuddi Güzelnur uchun tug'ilib, Güzelnur uchun o'lidigandek uning atrofida parvona edi. Ota-onasining o'ylab qo'yayli deyishigimi qo'shilmay, o'z ko'ngliga Güzelnurdan boshqa bir qizning sig'maydiganligini aytib, tizilib turib yo'lirdi. Mardanning ota-onasimi o'qimishliq, oq ko'ngil, yaxshi kishilar bo'lg'ashqa, ham Güzelnur bilan o'g'li Mardanning kichigidan boshlab birga o'ynab cho'ng bo'lg'ashqa, kunlarning birida biror mo'jiza yuz berib, saqib qolsa ajab emas deb o'ylab, ortiq gap qilmadi. Odilning ota-onasi bo'lsa, hech ish bo'lmagandek, Qodirboy o'z tijorati bilan mashg'ul bo'lsa, Xonzoda xonim yana shu burunqi takabbur, pul xumor holatida yashayotdi. Odil bo'lsa turmada qilgan xatoliklarning badalini to'layotdi. Tuman ming pushaymon, ochiq azob, qutulg'ili bo'lmaydigan o'tmish uni kunda uyqusiz oromsiz qiynaydi. Pul yo'q bo'lsa-mu, g'amsiz o'tgan shu kunlar nima degan go'zallar? Xotima. Asrimizning bosh rolchisi Güzelnur oradan necha yil o'tgan bo'lsa-mu, yana qilchi yaxshilanish yo'q shu bitdi. Saran oshiq mardan bo'lsa, yeshi 30 dan allaqachon oshgan bo'lsa-mu, boshqa qiz ayollarga ko'z qirnini sanmasdan Güzelnurning atrofida yurmoqda. Odil bo'lsa, o'zining qilmish etmishlariga pushaymon qilib, turma boshliqlariga aktiv moslashib, jinoyatni yangilab, yana necha yildan keyin turmadan chiqdi. Güzelnurning enisi Farhod oliy maktabni a'lo natijasi bilan tamomlab, yuqoriroq cho'ng shaharlarda ilib qolayli degan talabini chiroyli rad qilib, o'z noyasidagi jamoat xavfsizlik idorasiga ishga tushib, to'y qilib bolalik bo'lib ketdi. Güzelnurning opisi Fatamxon bo'lsa, pul uchun qizini o'tga itirgan, xatolik uchun. Qizning holidan xabar olsa-mu, xuddi bu azobli to'yga tugamaydigandek, kunda hech nimadan xabarsiz qizning oldida beshnimi ko'tarmay, qizidan kechirim so'rash bilan o'tibdi. Shunday qilib, bu pulga bog'langan hayotda necha odamning taqdiri vayron bo'ldi. Güzelnur hozir partiya hukumatining bizga xotirjamlik ilib kelayotgan turli algi naf yetkazish siyosatlaridan foydalanyapti. Haftada bir qatim noyalik doktorxonadan doktorlar kelib uning kesilini tekshirib, kasalligiga qarshi turadigan dorilarni berdi. Yana ularga partiya hukumatini ya tavrashga chidamliq, erkin ozoda uyim sepadi. Yana haftada bir qatim noyalik doktorxonadan kentdan oq ko'ngil doktorlar, kadrlar kelib har xil so'g' salomlar bilan yo'qlab turibdi. Güzelnurning meyipligi garchi saqaymagan bo'lsa-mu, ular burunqidek puldan, osh tomoqdan, kiyim-kechaklardan g'am qilmasa bo'ladi. G'amsiz, baxtiyor yashasa nima degan yaxshi-ya? Odil hech qanday bir odamni noumid qo'ymaydi. Tugadi.